quş idim uçup ketgim kelatdi periştedek can muman sonsuz çöçek bilatdi. Assalamu alaykum do'stlar. Kechliginglar xayrli bo'lsin. Bugun men aytib qanmaydigan, sizlar anglab qanmaydigan yana shu Uyg'ur xalq cho'ychaklarimizni aytib beray. Undaqda umoqlarimning quluqi menda bo'lsin. Padişahning yangi kiyimi. Burunning burunsida bir padişah o'tgan ekan. U esil kiyimlarni kiyishga bakmo havas qiladi ekan. Topgan pulning hammasini kiyim-kechakka xarjlab, davlatning ishlariga qilchi ko'ngil bo'lmaydi ekan. Yangi kiyimini ko'z qilaman demasa, paytonga o'ltirib ko'cha aralashni yoqtirmaydi ekan. Har soatda bir qitim kiyim yo'tkaydi ekan. Kunlarning birida bu shaharga ikki qazzab kelib, "Biz ikkimiz usti bobkor, kishilar o'ylab boqmagan chiroyli xiraqlarni to'qiy olamiz. Biz to'qigan raqlarning rang nusxalari ko'rkam bo'lib qolmay, uningdan tikilgan kiyimi ajoyib xosiyatga ega. Bundoq kiyimni xizmatda layoqasizlar yoki do't odamlar ko'rolmaydi" deb o'zlarini danglashibdi. Ikki qazzobning qilgan gaplari padishahning quloqiga yetgan ekan, u qattiq qiziqib qopti. "Mana bu mening ko'nglimdagidek kiyimkan" deb o'ylabdi padishah. "Uni kiysam, kimlarning xizmatda layoqasiz, kimlarning aqlli, kimlarning do'tligini osonli bilib olaman emasmi? Ularga bu raqni tezroq to'xtay." Padishah mulosimlarga ular ikkilarni o'rtaga boshlab kelishga buyuribdi. Padishahning oldiga kirgan ikki qassab o'z hunarini og'ziga tegmagan bir qitim ko'p turib maqtab, padishahning qiziqishini texmi kuchaytirib yetibdi. "Sizlarga nima kerak?" deb so'rabdi padishah ikki qassabdan. "Bir dastiga, bir kiyimlik raqqa yetgudak ipak va zarif bo'lsa kifoya" debdi ikkisi. Padishah ularga bir hamyon tilla berib, "Bu sizlarga bergan soqoltim bo'lsin. Sizlar degan narsalar bugun tayyor bo'ladi. Ishni darhol boshlanglar" debdi. Qazzoblar avval padishahning badanini o'lchib oldi. Undan keyin o'z ishini boshlabdi. Ular bir dastigohni qurib olib, biroq to'qigan qiyofatga kirib oldi. Lekin ularning dastigohida hech narsa yo'q ekan. Shuningga baxmay, hadisli padishahdan yebning esilni keltirib berishni, oltinni oyimay berishni talab qildi. Padishah bergan pul molni cho'ntagiga silib, quruq dastigoh oldida kech-kunduz soldirash ishlayotgandek o'tiraveribdi. "Ularning ro'xtini qandoq to'qiganligini bir ko'rsam bo'ladi" deb o'ylabdi padishah. Lekin u hiliqi qazzoblarning o'raqni do'tlar ko'rolmaydi degan gapini esiga ilib, ishkilinib qopdi. Shuning bilan o'raqni ko'rib beqishgan avval boshqa birini avatib boqmoqchi bo'libdi. "Ro'q to'qigan yerga sadoqatman bosh o'zirimni avatay" deb o'ylabdi padishah. Uning qavlisi sagak, ijtimoiy layoqatli odam. Raqning qandoqligini oshib o'zirimni bilalaydi. Bosh vazir ikki qazzobning ishxonasiga borsa, ular quruq dastigohning oldida bir-biridan aldirash ishlayotgandek. "Bu nima ish?" deb o'ylabdi bosh vazir. "Hech narsani ko'rolmayapman-ku." Lekin u bu gapni og'zidan chiqarishga petin olmabdi. Ikki qazzob uningga, "Yaqinroq kelib ko'rib boqsizlar. Bu raqning rangi, yo'llari nima degan chiroyli-qa? Silab boqsizlar-chu, nima degan yumshoq. Qaraslar" deb maqtab ketibdi. Bechora vazir ko'zlarini yo'g'on ichib qarab ketibdi. Ammo hech narsani ko'rolmay, jiddiylashgandan sovuq tarlab ketibdi. "Xudoyo tova" deb o'ylabdi u. "Ajaba, men shuncha do'tmi? O'zimning aqliga bak ishinib kelgandim. Amdi xoq mening raqni ko'rolmaganligimni bilib qolsa, meni do't ham layoqasiz bir nimkan deb qolmamdi. Yo'q, hargiz chandirmasligim kerak." "Poq, bak esil bo'pti" debdi bosh vazir ko'zoynagini taqgan holda sapsilib qarab. "Bu raqning yo'llari shuncha ko'rkam, rangi shuncha chiroyli ekan. Men berib raqning bakmi esil to'qilganligini podshoyimizga ma'lum qilay." Ikki aldamchi raq to'qishga ishiltimizda padishahdan yana nurg'un pul, ipak va oltin olibdi.
Padişahның xasiyetlik rəxtini öz göz bilan körgüs kelib taqıtı taq bopdu. Şu günlərning birida ikki qazzab rəxtning to'qilib bo'lganligini, uningda tikilgan yangi kiyimning бүтib bo'lganligini xabar qildi. Padişah qo'l ostidagi eng yaqin kishilarni agashtirib ikki qazzab ishlayotgan uyga keldi. Kelganlarning ichida bu rəxtni ko'rgan bosh vazirmi bor ekan. "Mana kiyim" debdi ikki qazzab bir narsani ikki qo'llab ko'targanda qiyofatda. Ko'rib baqsılar alilari, ko'ngillarga yoqamdikin. Qaruslar alilari, debdi bosh vazirmi. Bu rəxtning gullari nima degan ko'rkam? Kiyimmi shundoq chiroyli tikilibdi. Lekin padişah hech nimani ko'ra olmabdi. Bu nima ish? deb o'ylabdi u. Hech nimani ko'ra olmadim-ku. Qiziq. Men shuncha dot odammi? Padişah bo'lishga yaramamdim-yo. Padişah o'ylagan siri jiddiylashib boshidan ketgili tasliq qapti. Lekin har holda o'zini tutibdi. Poq, qaltis chiroyliqkan, debdi u beshini langshitib. Menga yoridi, menga bek yoridi. Padişah alilari, qani kiyimlarni sasila, debdi ikki qazzab. Mana bu aynakning oldiga kelsila, yangi kiyimlarni o'z qo'limiz bilan kiydirib qo'yaylik, ha? Padişah kiyimlarini butunlay selib tashlabdi. Ikki qazzab yengila tayyor bo'lgan kiyimlarni padişahga bir-birlab sunib bergandek harakatlarni qildi. Padişahning qilgan amroqlarining bosh vazirga o'xshashlar hech nimani ko'ra olmaganligini chandırib qo'yib, do'tlar qatoriga kirib qolgusi yo'q ekan. Shunga ularmi Poq, bu kiyim sizga ajoyib yarashdi. Rangimi, fasonimi bek chiroyli bo'pti. Haqiqatan bebaho kiyimkan, deyishibdi birdek ovozda. Haqiqatan nihoyat chiroyli kiyim bo'pti, debdi padişahmi aynak oldida uyan-buyan mengib. Shundoq emasmi? Haqiqatan qaltis bor ekan-jimi? Bu chaqda bosh vazir. Olilari, bütün davlatga fuqarolar sizning yangi kiyim kiygan chog'dagi qiyofatlarni bir ko'rishga intizor bo'lmoqda. Ularni noumid qo'ymag'aylar, deb iltimos qildi. Padişah dastlabda fuqarolarga yalang'och holda ko'rinishdan ansirabdi. Biroq bu andisi nihoyatda tezla g'oyib bo'ldi. Chunki faqat uchiga chiqqan do'tlarla bu xosiyatli kiyimni ko'ra olmaydi emasmi? Bo'ladi, yuringlar. Bugun men fuqarolarimga favqulodda iltifot ko'rsatay, debdi padişah. Shahar xalqi uylarining eshik oldiga chiqishibdi. Hammaylar o'z qo'shnisining qanchalik do't yoki aqlli ekanligini ko'rib beqishni o'ylaydi ekan. Padişahning yangi kiyimini ko'rib olinglar. Poq, nima degan chiroyli. Padişahning bastigimi qaltis yorishibdi. Hamma kishi xuddi padişahning yangi kiyimini ko'rayotganday qiyofatga kiribdi. Bir chaqda tuyuqsiz kishilar to'pidan bir kichik bola chiqibdi. Chiroyidan uning yolg'on gap qilishni bilmaydiganligi bilinib turdi ekan. U padişahni ko'rsatib turib, kishilarga tovlabdi. "Qaranglar, padişah kisiga hech nima kiymabdi." Kishilar bolaning gapini anglab, g'ulg'ula qilishga boshlabdi. "Shu emasmi? U rostli qiyib yalang'och ketyapti." Oxirida kishilar ha deb to'lashga boshlabdi. To'g'ri, padişah kiyim kiymabdi. To'g'ri, padişah kiyim kiymabdi. Bu gapni anglagan padişah xijil bo'lgandan o'zini qo'yg'udek joy topolmay qapti. Ammo o'zining hamoqatli qilganligini zotli e'tirof qilg'isi kelmabdi. U go'yo kishilarni o'zining ustidagi kiyimning dunyoda tangdosiz kiyim ekanligiga ishontirmoqchi bo'lgandek, paytuni tik turib yo'lini davomlashtiribdi. Umoqlarim kash bo'lib ketibdi, amis bugun baldur uxlanglar. Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin. Zaman şundaq tariken elley balam